juda katta ob'yomda tom yoptirmoqchisiz, lekin tomingizni nimadan yoptirishni bilmayapsiz. Hozirgi kunda O'zbekistonda juda mashhur bo'layotgan konteyner mahsulotdan tom yopish xizmatini sizlarga tavsiya qilamiz. Hozir biz Andijon shahriga kelganmiz, ya'ni juda ko'p yildan beri shu xalqimizga xizmat ko'rsatayotgan konteyner mahsulotda tomlar yopib berayotgan, sun'iy stadionlar, bundan tashqari bo'lsa katta angarlar qilib berayotgan usta akamizni oldilarida turibmiz. Mana shu ko'rib turgan joylarning o'shi 1400 kvadratga konteyner mahsulotdan tom yopib berishgan ekan. Hatto tepasida tunikasigacha olib berilgan ekan. Usta aka, necha puldan kvadrati tushdi, necha puldan necha pulgacha O'zbekiston bo'ylab qolgan davlatlarga ham xizmat ko'rsatyapmiz deb biz narxini bir qator aytib bersangiz zo'r bo'ladi. Bu obyektimizniki 220 ming so'mdan tushdi. O'zi O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. 150 ming so'mdan 350 ming so'mgacha. 150 ming so'mdan 350 ming so'mgacha. Do'stlar, ko'rib turgan joylaringni 220 ming so'mdan. Endi 220 ming so'mning ichiga nimalar kiradi? Usta haqqisi, xom ashyosi, svarka, balgerka, hamma narsasi joyda egasi faqat yotag'ini qilib beradi, yer ichini qilib beradi, bitta kabelda to'chini tortib beradi. Svarka qilish uchun qolgan hamma narsa usta akalarimizdan bo'ladi. Pulini sanaydi, oxirida bo'ldi. Kimga sifatli do'stlar ish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, video pastda nomeri bor, aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh O'zbekiston bo'ylab bundan tashqari qo'shni davlatlarda ham xizmat ko'rsatishadi. Sog' bo'linglar.